Xo'p, qadrdonlar, Tracker ishqibozlariga Andijon moshina bozoridan 2022-yil ishlab chiqarilgan. Aka, bu Xitoyda bo'lganmi? O'zimizda chiqqanmi? Xo'p, 2022-yil ishlab chiqarilgan, o'zimizda ishlab chiqarilgan. Xo'p, qanaqa bu pozitsiyasi? Premiermi? Xo'p, propan yo'qmi? Benzinda qancha yurgan? 82 ming probeg. Tozami? Yo'q, 3 ta detalda kraskasi bor, a? Xo'p, 3 ta detalda kraskalari bor. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, xo'p, salon holatlari ko'rishingiz mumkin, patolog qismlari, sidinalari, xo'p, hamma yo'q joyida, benzinda ekan mashina. Bu shu o'zimizda chiqqan shu birinchilardan ekanda. Orqadan ko'rinishlari, mashinaning holati. Stoplari sal-sallarni qilib qo'yibdimi? Ha, qo'yib beramiz. Ha, qo'yib berasiz. Necha pul deymiz aka buni? 13800. 13800 kelishtiramiz, a? Kelishtiramiz. Barterchi. Barter qilamiz aka. Kelishaveramizmi? Generalni chiqaradi. Variant. 6 soat. Ha, 300 bo'ladimi? Barter kelishamiz. Telefon raqamingiz ayting. 93lik. Xo'p, 93lik 567 567 56 56 76. 76 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, chiroyli narxlarda qilib beriladi qadrdonlar. Xo'p, Gentra qorasidan 23 toza. 23 toza. Xo'p, 115 ming yurgan. Avtomat a? Lyuk yo'qmi? Lyuk yo'q. 1 yevro. Xo'p, 1 yevro. ABS kondisioner ham bor a? Hamma yo'g'i bor, asli lyuk yo'q xolos. Tonirovkaga ruxsatlari bordir. Tonirovkaga ruxsatlarigacha bor ekan. Xo'p. Bu ham benzin. Benzin ekan. Salonlari ko'rishingiz mumkin, patologlari. Xo'p, holalarni bir qator ko'rsatib o'taman. Mana qadrdonlar. Zapaska damkirat, balon ключ. Hamma yo'q joyida ekan mashina. Voy. Motorlar yaxshi. ABS kondisioner bor. Puli necha pul buni? 11800 dan tushib beramiz. 11800 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Xo'p, barter bor-a? Yo'q, bunga Yo'q. Generalnichi 10 soat. oldi sotdi bu ham. Xo'p, variant Variant faqat naqd. naqdga. Naqd pulga kelishtirib beriladi. Telefon raqamingiz 93lik. 93lik 567 567 56 76. 56 76 raqamlariga murojaat qilamiz. Xohlasanglar mana Gentra, Tracker bosamiz. Xo'p, qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz, Andijon moshina bozoridan. Xo'p, Malibu 1 ishqibozlariga bitta Malibu 1imiz bor. Chiroyli qilib sizlarga hozir narx-navolarni tanishtiramiz. Chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Bu necha buni yili? 2012. 2012. Xo'p, 3-paysami? Ikkinchi Ha, 2-paysi lyukligidan. Gazi bordir, a? Propan 65 talik. 65 talik propan joylashtirib bo'lgan. Xo'p, pakelina 4-pakelina. Mashinaning holati ko'rishingiz mumkin. Normal ishqibozlarga buni ham chiroyli qilib obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Salonlarga keladigan bo'lsak, salonlar holati, poliglari, sidinalari, patolog qismlari, xo'p, bu yoqda mana rul holatlari 200 ming probeg ekan. Mexanika lyukligidan. Orqa qulib shekilli 65 talik propan joylashtirib bo'lgan ekan mashinaga. Xo'p, mo'kam endi bo'lmagan, qor yog'di ertamanda. Mustang necha buni yili? Necha puli? Puli 9,5 kam. Kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Barterchi. Barter yo'q.
Naqdmi? Naqd. Generalni chiqaradimi? Chiqaveradi. O'zim Generalni chiqadi. Kraskalarini aytdikmi? Kraska toza. Toza. Faqat nari parogida jicha bukilgan joyi bor, nari tomonda. Nari tomonda, parogida. Kraska toza hamma yoq. Xo'p. Nomeringiz? 70lik. 016 71 75. Raqamlariga qadrdonlar, kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqamiz. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bozoringizni bersin aka. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, qadrdonlar. Necha yili buni aka? 2014-yil ishlab chiqarilgan Gentra. Xo'p, gazi bor-a? Metan gazi bor. Rangi qora. Birinchi chiqqan Gentralardan qadrdonlar 2014-yil. Xo'p, mana mashinani holati. Xo'p, diska balonlari. Kraskalar qayerlarda? Toza. Kapot uchida petno bor, a? Tekizib qo'yilgan. Xo'p, mexanika, chexollari, bar, stoka, patolog. Probeg qancha? 270 ming probeg. Mejigar bor. Mejigar portlari bor ekan. Mana shu yerda tekizib bo'lgan joy bor ekan, ozgina rektorga mo'azirlari bor. Xo'p, konditsioner, ABS hamma yo'q bor ekan. Balonlar ko'rsatdik. Mana orqa salonlari chexol, polik. 100 talik metan joylashtirib bo'lgan. Mashinaga pardoz ham berilmagan, zapaskalari bor ekan. Puli qancha? Bular oxiri 7000 ga beramiz. Oxiri bo'ladigani 7000, ha? Xo'p, variant yo'qmi? Variantni ham beraveramiz. Qancha puli bori chiqsin? 4,5 5000. 4,5-5000 puli bori chiqsin, kelishamiz. Kelishamiz, yaxshi pul kerak. Xo'p, dokumentlar bexijolat, aloqaga chiqarsizlar. Telefon raqamingiz? 97lik. 97lik 465 465 96 96 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Kelishtirib beriladi. Bozoringizni bersin aka, chiqarib qo'yaman. Xo'p. Xo'p, qadrdonlar, Gentra ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, Andijon moshina bozoridan necha buni yili? 23. Xo'p, avtomatmi? Mexanika. Xo'p, mexanikasi ekan qadrdonlar. Xo'p, diskalar qo'yilgan. Balonlar yumshoq. Propan 4-avlod. Yurgani qancha dedik? 49.000 yurgan. 49 yurgan. Polik Tozami shundaki? toza mashina. Toza. Motori ham tana ekan. Ekan. O balonlari ko'rishingiz mumkin. Yumshoq balon, diskalar qo'yilgan. Salon keladigan bo'lsak, polik tashlab bo'lgan ekan. Salon holatlari. Olgandan keyin bitta chexolda bosib olasizlar, ketdi ya. Mana 23. Orqadan ko'rinishlari mashinaning holati. Puli qancha buni aka? 10800 ga beramiz, o'tib ham beramiz, chakami bor. 10800 o'tib ham beramiz, ha? Barterchi aka? Barterga ham bo'laveradi. Kelishamiz. Kelishib Xo'p, generalni chiqadimi? chiqadi. Generalni chiqadi. Variant yo'qdir? 1-2-3 oyga doğru varianti bor. 1-2 ming pul yetmas. Yetmasa kelishamiz. Telefon raqamingiz-chi? 94lik 94lik 070 070 1771. 1771 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ishqibozlar, minarmanlari bo'ladigan bo'lsa. Bozoringizni bersin. Xo'p, avtomat a? Avtomat. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Xo'p, 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Nexia 3imiz. Qancha probegi buni? 97 ming yurgan. 97 ming probeg. Kraskalari top toza. Toza kraska. Tozaga baraka bo'ladi. Xo'p. 4-pakalina gazlari bor. 4-avlod gazi ham bor ekan. Motoridan ketdik mana. Motor holatlari taniq turibdi mana unda xolasa. Propanmi bu? Propan. Propanda. Xo'p. Bu Cobalt diskami bu? Cobalt diska qo'yilgan. Cobalt diska, yumshoq balonlar qo'yib bo'lgan. Balonlari ham yaxshi ekan. Xo'p, polik
Salon ko'rishinglar mumkin. Puli nechi pul buni? Buni 9800. 9800 dollar. Kamini qilib beramiz, ha? Ha, ozma o'tib beramiz. Yaqin qilib aytyapmiz. Yaqin qilib aytyapmiz deyishyapti. 9800 kami bor ekan. Shumkami yo? Shumka, shumka. Shumka? Orqasi shumka qo'yganmi, gaz bilan qo'ygan. Ha. Shumka qildirib qo'ydik o'zimiz. Ha, bu. Mo'g'ar mana orqalarini. Barterchi aka. Endi barteri ham toza bo'lsa olamiz. Unaqa Holatiga qarab agar mashinani ko'rasiz, ha, chiroyli bo'lsa olaman. Unaqa kraskasi bor, ko'p bo'lsa olmayman. urinib ketgan Ha, bo'lsa. yo'q, unaqa mashinalar olinmaydi. Xo'p. Variant yo'q. Variant yo'q, faqat naqqa sotiladi. Variantda bir hafta 10 kunga bo'lsa, yetmasa qilib berinaveradi. Xo'p, biror ming, bir Ha, yarim shunaqasi biror bo'lsa, haftaga. bir hafta 10 kunga mayli. Nomeringiz? 94 880 0555. Raqamlariga qadrdonlar aloqaga chiqamiz, chiroyli narxlarda qilib beriladi. Necha yili? Xo'p, qadrdonlar Andijon mashina bozoridan Cobalt ishqibozlariga 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Cobaltimizni hozir chiroyli qilib, obzor qilib, ma'lumotlarni beramiz. Gazi bordir, a? Xo'p, gazi bor, ABS konditsioner bor, a? Hamma yo'q, a? Kraskalari-chi? 40%. 365 ming probek. Xo'p, 40% kraskalari bor ekan. Xo'p, do'doqda so'raymiz. Bu qanday bo'lgan aka kraska? Atroflaridami? O'zi saptirdiz, a? Kapot kirillalarga sachilgan. Ishlari yaxshi. Konditsioner abizlari bor ekan. Motor yaxshi. Salonga keladigan bo'lsak, bilolim, pollik, chixol, bar, xo'p, magnitofon, hamma yo'g'i bor. Probeglari ham mana tabloda ko'rinib turibdi. 365 ming probeg. Tom eshiklari shumka. Tom eshiklari shumka ekan. Xo'p. Mana orqadan ko'rinishlari mashinaning holati. Xo'p, bu yoqda 90 talik metan joylashtirib bo'lgan. Mana qozonlari holati. Nech pul deymiz buni? 6700 dan tushib beradi. 6700 kamini qilib beramiz. Barter bormi? Barter kelishaveramiz o'zimizning mashinalarga. Generalni chiqaradi. Xo'p, telefon raqamingiz-chi? 91lik 603 52 62 raqamlariga murojaat qilishinglar mumkin. Chiroyli narxlarda qilib beriladi. Bozoringiz bersin. Bozor bo'yicha eng arzoni. 2014 stalnoy rangda. Xo'p, mexanika ikkinchi pozitsiyasi. Qancha? Konditsioner ham yo'g'i bor. Qancha 5800 dollar bo'ladigani probegi 413 ming. Bo'ladigani 5800. Kami yo'q. Ana bo'lmasam akalar. Xo'p, yumshoq to'rtta ballonlarda. Xo'p, metanlari ham bor. Mashinaning holati mana ko'rishinglar mumkin. 5800 bo'ladigan ekan mana. Xo'p, mana metan. Mana qozonlari. Ha, porjinasi bor ekanda. Chexol polilar qilib qo'yilgan. Mana salonlar holati. Xo'p, ballonlari mana ko'rishinglar mumkin. Oldidan ko'rinishlari mashinaning holati. 5800. Xo'p, motor holatlari, konditsioner, ABS hamma yo'g'i bor ekan mashinada. Naqdga beramizmi aka buni? Naqd pulga beramiz, 5800 ga xohlagan hujjatini qilib beramiz. Xohlagan hujjat bo'ladi. Bu kraskani qanday dedi? 60% hisoblayveramiz. 60%. Kalta udari yo'qmi? Ikki oy eshikda yo'q, u yerda petnosi bor xolos. Shu yerda petno. Yo'q, mana qolgan joyi. Tomda yo'q, orqa kapotda yo'q. Endi bu mashina o'zi 10 ta, 11 ta detal olsa, 6 ta, 7 ta detalda chiqishi mumkin. Shuning uchun 60% deydi. 60%. Nomeringiz? 97lik 473 20 saysi. Barterchi? Barterda bir gaplashamiz, bir Kelishamiz. Ha, bu Andijonda mashinasi bo'lsa olamiz. Hali Vohadan, Toshkentdan, u yerdan bo'lsa olmaymiz. Keyin barter degani mashinasini olib kelib ko'rsatsa, keyin gaplashamiz. Bo'laveradi. Holatiga qarab, Holatiga qarab. Xo'p, minnatman ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Chiqarib